Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz, bilan musofirdagi do'stlarimiz, bizning podpischilarimiz. Bugun xudo xolasa 13-iyun o'zimiz mestamizdan yine brend avtobotimiz yine har xil mashinalar bor. Komfort, xil mahallari, sportlarimiz bor. Bu yerda azizlar ko'p paradan traktorimiz 2019-yil arzon pul bilan chiqadigan. Men bir obzor etincha, istoriyasini aytaman deyincha aza bo'lib, like bosib ko'rib turasizlar xudo xolasa. Ketdik. 2019-yil avtomat traktor. Yine bizden psikolog kutub oladi deyim ya. Aytadilar ku. Yine. Dostlar 2019-yil avtomat korobka. 70 bin yurgan mashina ekan. Avtomat. Mashina radnoy. Yine kameraları bor. Mashina klassiyasi radnoy metani bor. Bolalar qo'yilgan. Mashinani aytishingiz montat olaman degan bo'lsangizlar, opsiya tozgoy ham mo'jiz bilan 20 million so'm bilan bitadi ishlaringiz. Shundan bu tan narxini desa bo'ladi. Hozir 20 million so'm beradigan bo'lsa ham mo'jiz bitadi buni, ha? Mashinadan. Do'stlar, to'g'risi, yine mashinani qalan ustangiz olib borib, probekdan tekshirib olaverasizlar. 20 million so'm bersa ham mo'jiz bitadi, ha? Shunda oylik to'lantidan tushadi buni. 5300 dan tushaylar. 4 yil. Shunda tan narxini chilab aytamiz. Tan narxı. 160 milyon so'm, doğru mu? Dostlar, endi Köbadan Suriye'de qisqa aytib ketsen, ikkilanib qalasadan 160 milyon so'm ekan tan narxi, 4 yila 5 milyon 300 dan tushadi ekan. Yine. Traktor zo'r, konkret. Endi doğrusu hozir Cobalt alsangizlar ham 10 milyon 15 milyon bilan alsangizlar ham ish puldan tushib turibdi. Zato bu traktor. Чистый o'zi orijinal. Agar kim ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefona berasizlar. Bu yerda Cobaltlarimiz ham bor, xohlasangizlar. Matizlerimiz ham bor, Damas ham bor, Nexia ham geldiğini arzon raqamdan xohlasangizlar. Aslında traktor. Kimga qiziq bo'lsa bemalol kelaverasizlar. 20 milyon so'm bilan kelib, elak ketaverasizlar.